sen transni yonini olyapsan degan gapni yog'dirishdi. Yaqin kunlarda ana shu la'nati transga, ana shu bachavozga juda qattiq tanqidni qilganman. Qanaqa qilib men buni yonini olishim mumkin? Gap bu yerda ketmayapti. Mo'minga oyna. Ana shu narsani aytildi. Lekin transni qo'llab-quvvatlayapti degan gapni esa o'sha Abror Muxtoraliy o'zi chiqaryapti. Sizni o'sha bir ikkita haqoratli kommentariyalarni menga ko'rsatishdi. Ming afsus, men sizga o'xshagan haqoratli javob qilmayman. Buni kutgan bo'lasiz, qiynalgandirsiz, lekin u javobni bermayman. Tanqidga haqorat bilan javob qaytardingiz. Nimaga o'chiryapsan debsiz. Demak, siz yotib olib har bitta kommentariyani ko'rar ekansizlar. Kelishib olingan holatda bitta odam 10 ta 20 ta profil ochib olib yozadiganlar ham bor ekan buning ichida. Chunki pocheklarni bilib qolamiz deb baribir. Ularda u profillarning ichida o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin taqsir. Men ham qonuniy, ham shar'iy bunga haqqim bo'ladiki chora ko'rishlikka. Yo o'sha profillarning egalari o'zingizsiz, yo bo'lmasam sizning shotirlaringiz, ular hissiyotga berilib har xil gaplar yozishyapti va bunga javobgarlik bo'ladi. Ana shu bo'lmasligi uchun men o'chirtirdim. Sizga men mana sizlab murojaat qilyapman. Sizni men kimligingizni juda yaxshi bilaman. O'sha haqorat va sansirash va laqab to'qishlik men nimalargadir o'xshatibsiz yana. Men o'sha haqoratli yozayotganlarda aniq bildim sizni muxlislaringiz va siz shogirdlaringiz, chunki siz ana shunday haqorat bilan gaplashasiz birov bilan. Agar men sizni hozir oyat hadislardagi sizni talaffuzingizdan boshlab turib xato yo'nalishlaringizga gapiradigan bo'lsam, alohida ko'rsatuv bo'ladi. Ayvash degan o'sha moykachi bor, o'sha ham yozib bir narsalar deb turib tanqid qilmoqchi bo'libdi endi meni. Bunaqa talabgashlik qilmanglar. Bir Meliboyevmi, Meliqo'zimi degan bittasi bor ekan, ashulachi shekilli ham. Munisa Rizayeva haydab yuborgan ekan, keyin tushunsam. Munisa Rizayeva keladigan bo'lsak, hamma gapiryaptiki, sen nimaga tarafini olding? Yo'q, men ayollarni yonini oldim. Juda ancha yaxshi ishlari bor ekan bu ayol. San'atkorlik o'zini yo'liga. Alloh taolo sizni ham, bizni ham gunohlarimizni kechirsin. Qaytib bu mavzuga to'xtalmaysiz degan umiddaman. Assalomu alaykum aziz zindoshlar. Barchalaringiz sog' omonmisiz? Kechagi chiqishlardan ko'pchiligingiz xabaringiz bor. Munosabatlardan men cho'zib o'tirmoqchi emasman. Bu munosabatlarga qilingan o'sha har xil kommentariyalar, yozilgan kommentariyalarni e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'pchiligi sen transni yonini olyapsan degan gapni yog'dirishdi. Vaholanki uzoq bo'lgani yo'q, yaqin kunlarda ana shu la'nati transga, ana shu bachavozga juda qattiq tanqidni qilganman. Va u tanqidimga chidolmadi. Bitta ikkita gapimni o'zidan u portlab, har xil tuhmatlar qilmoqchi bo'ldi, lekin o'xshamadi. Uni kimligini ochiq oydin aytgan odamman. Hatto o'sha O'zbekistonga kelib ketgan paytda nima uchun bu chora ko'rilmadi deb olib chiqqan insonman. Qanaqa qilib men buni yonini olishim mumkin? Gap bu yerda ketmayapti. Gap ana shu Abror Muxtoraliyni Munisa Rizayevaga, umuman ayollarga pachakilashib, ular bilan shu gap sotganligi, yo'q joydan yana gaplarni tiqib, ya'ni ayollar orqali ish qilish urfga kirayotganligi, shuning kasofatiga. Mana shu narsani gapirildi. Ya'ni ayollar bilan pachakilashmang. Chunki siz mana shunaqa bir ahmoqona ish qiladigan bo'lsangiz, u ayollar bo'lib ham ayol kishi san'atkor, dindan uzoq bo'lgan odam, musulmon, lekin dinni yaxshi tushunmaydi. Demakki, hamma ahli ilm, hamma dindor mana shunday degan bir yomon salbiy fikrda qoladi. Demak, ana shu dindor ichiga men ham kiraman. Bu ko'rib turgan inson ham kiradi. Demak, dindorlar yomon degan narsa chiqib qolishligi, bu xulosaga kelishlikka sababchi bo'lishlik katta gunoh. Mo'minga oyna. Ana shu narsani aytildi. Lekin transni qo'llab-quvvatlayapti degan gapni esa o'sha Abror Muxtoraliy o'zi chiqarib yubordi. Ya'ni chiqarib olishiga sabab kommentariyalar ichida ko'rib qoldim, menga ko'rsatishdi. O'sha Abror Muxtoraliy o'ziga ayting, Abror Muxtoraliy sizni o'sha bir ikkita haqoratli kommentariyalarni menga ko'rsatishdi. Ming afsus, men sizga o'xshagan haqoratli javob qilmayman. Buni kutgan bo'lasiz, qiynalgandirsiz, lekin u javobni bermayman. Lekin siz o'zingizni pozitsiyasida qolgan bo'lib, o'zingizni o'sha tutgan yo'nalishingizdan chetlanmagan holatda tanqidga haqorat bilan javob qaytardingiz.
Meni e'tiborimni tortgan narsa ona shu yozgan narsalaringiz ichida nimaga o'chiryapsan debsiz. Demak, siz yotib olib har bitta kommentariyani ko'rar ekansizda. Endi men sizga aytay nimaga o'chirilganligini. Uni adminlar qarashadi, o'chiradiganlar nima uchun o'chirishyapti. Chunki u yerda haqoratlar ketyapti va kompaniyalar bor bu yerda. Kelishib olingan holatda bitta odam 10 ta 20 ta profil ochib olib yozadiganlari ham bor ekan buning ichida. Chunki pocheklarni bilib qolamizda baribir. Ularda u profillarning ichida o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin taqsir. Xullas kalom pocheklarni har holda yaxshi tushunamiz. Ana shu joyida haqoratli gaplar ketyapti. Men o'chirtirdim hammasini. Chunki bu haqoratli gaplar agar qolsa, men ko'radigan bo'lsam, men ham qonuniy, ham shar'iy bunga haqqim bo'ladiki chora ko'rishlikka. Birinchidan shariatimizda ham qaytarilgan, ikkinchidan qonun bo'yicha ham belgilab qo'yildiki, haqoratlar bo'lsa, ayniqsa mana shunday ijtimoiy tarmoqlarda bularga chora ko'riladi. Bu bechoralar esa yo o'sha profillarning egalari o'zingizsiz, yo bo'lmasam sizni shotirlaringiz yoki bo'lmasa balki muxlislaringizdir. Ular hissiyotga berilib har xil gaplar yozishyapti va bunga javobgarlik bo'ladi. Ana shu bo'lmasligi uchun men o'chirtirdim. Kerakligi ham keraksiz ham o'chgandir, endi adminlar tushunmagandir. Lekin siznikini o'chirishmagan. Siz haqorat yozgansiz. Bilmas, sizni kommentariyangizga qaralmagandan keyin, javob berilmagandan keyin alamingizdan yana ikkinchi marta ham yozgansiz. Bu noto'g'ri narsa taqsir. Endi siz u yetmagandek efir qilibsiz. Efirda yana o'sha o'zingiz yo'nalishingizdan jidlanmagan holatda sizga men mana sizlab murojaat qilyapman. Sizni men kimligingizni juda yaxshi bilaman. Lekin hammasiga bir chekka qo'yib qo'yganman-da, sizni yoshingiz. Sizdan katta 5-6 yosh katta odamsiz. Yoshingizni hurmatini qilib men sizlab gapirdim sizga. Boshqa tomondan siz kimsiz, qayerda tahsil olgansiz, qanaqa tahsil olgansiz? Bularning barchasidan xabarimiz bor. Bu gaplar endi gapiriladigan gap emas. Yoshingizni hurmat qilib sizlab gapirdik, lekin siz o'sha haqorat va sansirash va laqab to'qishlik, men nimalargadir o'xshatibsiz yana. Bir mabodo askiyachi bo'lmaganmisiz? Askiyachilar o'xshatdim deydi, ana shunaqa gaplaringizdan askiyachining hidi kelyapti-da. O'xshatibsiz bir narsaga. Mana shu narsa haqoratlar qilibsiz-da, taqsir. Bu narsani qilmang. Bu noto'g'ri narsa. Chunki sizni orqangizdan bilib bilmasdan ergashgan odamlar bor. Ular sizga qarab turib yuradi. Qozonga yaqin yursa qorasi yuqadi. Demak, siz qanaqa bo'lsangiz, muridlaringiz ham xuddi shunday bo'ladi. Yaxshi odam bo'lsangiz, og'zingizdan mana iflos haqoratli gaplarni chiqarmaydigan bo'lsangiz, siz muxlislaringiz shunday bo'ladi. Men o'sha haqoratli yozayotganlarda aniq bildim sizni muxlislaringiz va siz shogirdlaringiz, chunki siz ana shunday haqorat bilan gaplashasiz. Birov bilan talashib qoladigan bo'lsangiz, hech narsa qila olmasangiz, onasiga yopishasiz. Xotiniga yopishasiz. Otasiga yopishasiz. Urug' aymog'iga yopishasiz. O'ziga kuchingiz yetmaydigan bo'lsa, bunaqa bo'lmaydi erkak kishi. Erkak kishi o'ziga gapiradi, o'zining xatosini gapiradi. Masalan, siz meni xatoyimni gapiring. Men jayam unaqa ijtimoiy tarmoq mukkasidan ketmaganman, lekin chiqib turaman, shu yerda xato gaplarim bordir, oyat, hadis keltirishlikda. Agar men sizni hozir oyat, hadislardagi sizni talaffuzingizdan boshlab turib, xato yo'nalishlaringizga gapiradigan bo'lsam, alohida ko'rsatuv bo'ladi. Lekin siz gapiring, men roziman. Siz ey Zahiriddin, sen mana bu hadisni noto'g'ri aytyapsan. Yoki mana bu oyatni noto'g'ri talqin qilding hozir. Sharhlabsan, noto'g'ri narsa bu. Yoki mana bu gap noto'g'ri narsa deb ayting. Haqiqatan noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, men rahmat aytaman. Chunki meni 4 ta odam ham o'shani ko'rib turib o'rganadigan bo'lsa, noto'g'ri narsani o'rganib qolmasin. Shunga siz sababchi bo'lyapsiz. Noto'g'ri narsa o'rganmasligiga deyman, sizga xursand bo'laman. O'sha yozgan narsam bo'lsa o'chirib yuboraman. Boshqa to'g'rilab yozaman. Siz ana shunday tanqidni qiling, xatoni qiling, lekin siz birovni askiyachilarga o'xshatmang, palonchiga, pistonchiga. Sensirab tashlamang. Mayli, sensirash bilan birov bir narsa bo'lmaydi, lekin men sizga kuchim yetmagani uchun yo boshqa uchun emas, men indamay aytganim. Juda yaxshi bilasiz meni kimligimni ham. O'shaning uchun unaqa pachakilashmang, aka. O'ynashmay qo'ying, unaqa narsalarni qilmang. Hali yosh bolalarning ishlarini qilmang. Katta odamsiz. Nechta farzandingiz bor, nechta xotiningiz bor degandek. Xullas kalom, aka unaqa narsalar qilmang. U to'g'ri kelmaydi, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Bu yoqdagi atrofdagi odamlar uchun ham, sizni kuzatayotgan odamlar uchun ham bu noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. Keyin unaqa tarafkashlik degan narsalarni yo'qotinglar. O'sha nima deydi?
kommentariyada haligi mo'ykachi bola bor, Ivash degan. O'sha Ivashmidi, Ayvashmidi? Lotinchani yaxshi bilmaymiz-da, Ayvash u. Ayvash degan o'sha mo'ykachi bor. O'sha ham yozibdi. Bir narsalar deb turib tanqid qilmoqchi bo'libdi endi meni. Tushunmadim endi. Bir muxlis shekilli endi Abror akasiga desam, keyin chiqib qoldi buni anaqasi. Shu kunlarda kecha bo'lganmi, o'tgan kuni bo'lganmi, shu Ayvashni bir yoniga olib gapirgan ekan Abror akasi. O'shandan kelib chiqayotgan gaplar ekanda, bunaqa talabkashlik qilmanglar. Yoki kimdir yomon ko'rib qolsanglar, u tomonidan bir haligi salbiy narsa qidirmoqchi ham bo'lmanglar. Masalan, bir Meliboyevmi, Meliqo'zimi degan bittasi bor ekan, ashulachi shekilli ham. O'sha ham gapirib, ya'ni endi o'sha artistni yomonlamoqchi bo'lganda Munisa Rizayevani. O'shani yomon, boshqa demoqchi bo'lgan endi. Nimaga bunaqa qilyapti bu ashulachi, bir-biri bilan ular hamkasb bu nimaga desam, u Munisa Rizayeva haydab yuborgan ekan, keyin tushunsam. Menga aytishdi bolalar. Uni o'sha oldindan haydab yuborgan ekan, u oldida yurgan ekan, yalinib, yolvorib. Keyin uni haydab yuborganmi, nimadirlar bo'lgan shekilli endi. Menga yetgan narsa shu. Menga uni qiziqmayman, ayniqsa Meliqo'zisini umuman tanimayman. Xullas, mana shunaqa narsalar tarafkashlik qilib, kimdandir agar yaxshilik narsa sal ko'rib qolgan bo'lsak, u yaxshilik nima u? Maqtab qo'ygan bo'lsa, uni keyin ko'kka ko'tarishimiz kerak ekan, biz ham javob qaytarib demasdan, yoki sal bir yomon narsa ko'rib qolgan bo'lsak, uni yerga tiqib yuborishim kerak degan narsa qilmasdan, xolisonlillo fikrlashni ham o'rganaylik. Endi bu Abror Muxtor Ali ijtimoiy tarmoq ham nima deydi? Odamlarga bir yaxshi narsani yetkazish kerak bo'lgan joyda endi shunaqa bo'lib qoldi. Majburmiz. Bu ijtimoiy tarmoq, internet degan balo kirib keldi uyimizga. Hammamizni ichimizga kirib keldi. Demak, bu narsadan yaxshi, unumli foydalanishimiz kerak. Bu yaxshi gap yetkazadigan joy. Bali yonida xotini telefonni kamerasini yoqib, qani gapir desa, unga sevgi she'rini o'qib beradigan joy emas bu. O'sha xotini o'tmishidagi ishlar uchun kechirishlik uchun o'sha xotiniga paxta qo'yib deydi, mana shunaqa narsalar qiladigan joy emas u. She'riyat markazi ham emas. Mayli, she'riyat bo'ladigan bo'lsa, shoir bo'lsa, shoirman deb gapiring. Masalan, kimdir bo'lsa-da, shoirligini qilsin. Domlaligini qilsin, masalan. O'shaning uchun bu unaqa joy emas. Bu yaxshi joylarga yetkazadigan, birovlarni urishadigan joy emas bu. Birovlarni birovlarga qarshi qilib qo'yadigan, nima deydi? Birovni birovga qayraydigan joy emas-da bu internet. Internetdan yaxshi ma'noda foydalansa ham bo'lar ekan. Lekin ming afsus, undan yomon maqsadda foydalanadiganlar ham yo'q emas. Endi o'sha Munisa Rizayeva keladigan bo'lsak, hamma gapiryaptiki, sen nimaga uni tarafini olding? Yo'q, men ayollarni yonini oldim. Ya'ni ayollari bilan pachakilashib yoki ayollarni zaifa bu degan ma'noda, uni ustiga chiqib xohlagan ishimni qilsam bo'ladi degan narsalardan yiroq qilishlik uchun gapirdim bu narsani. Qolaversa, har bir narsaning o'zining hikmati bor. To'g'risi, men hech qaysi san'atkorni, jumladan Munisa Rizayevani ham masalan men oldindan bir kuzatib yurgan odam emasman, boshqasini ham, lekin bir surishtirasiz-ku endi bu mavzu bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Juda ancha yaxshi ishlari bor ekan bu ayolning. San'atkorlik o'zini yo'liga Allohning oldida javob beradi har bitta yaxshi yomon ishi uchun. Biz xo'jayin emasmiz, javobgar emasmiz, yetkazish bizdan bo'lar. Lekin uni o'sha juda ko'pchilik yaxshilik qilganligini Abror Muxtor Ali yaxshilab eshiting. Juda ko'p insonlarga yaxshilik qilganligini, ehson qilganligini eshitdim. U ehsonni men ham, siz ham qila olmaymiz. Imkoniyatimiz bor o'sha ehsonni qilishga, menda ham, sizda ham. Lekin u qilgan narsani qila olmaymiz-da. Nimagadir bilmaymiz endi. Shayton kuchli keladimi? Baxillik qilamizmi yo boshqa qilamiz, lekin unda juda ham ko'p o'sha bag'ri kenglik bo'lgan ekan juda ko'pchilikka. Men eshitdim, men aytib o'tirish shart emas. Menga hatto u tomondan yaxshilik ko'rgan odamlar hatto yozishdi menga. Men ularni aytib o'tirmayman. Chiqarib olishdan foyda yo'q ularni. Yaxshilik kelgan. O'shaning uchun yaxshi ishlari bor, inshaalloh. Endi yaxshi ishlarni qilib yurgan, musulmonchilikda bor ekan shu narsa deb qilib yurgan, har holda o'zi bir johiliyatda yurgan bo'lsa ham qaysidir tomondan, bir tomondan bu musulmonchilik-ku deb dinimizni hurmat qilib turgan insonlarni yana johillikka qaytarmoqchi bo'lishlik, yo'q, din degani mana shunday qiyin narsa deb dindan bezdirishlik, bu eng katta ahmoqlik, eng katta yomonlik bo'ladi. Dinimizga yomonlik bo'ladi. Musulmonlarga yomonlik bo'ladi. Endi ana shu narsani ahli ilm qiladigan bo'lsa, juda ham yaramas ish bo'ladi. Oddiy odamni qo'ying endi. Alloh taolo sizni ham, bizni ham gunohlarimizni kechirsin. Qaytib bu mavzuga to'xtalmaysiz degan umiddaman.